Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizda Chang'an Yuni K modeli 2 litrli GD motor. Biz bunga 100% gazli yurg'iz beradigan abordivna bilan propan uстановка qildik. Qo'yilgan abordivnalarimiz Lavato brendidan NG2 bloki, miyasi Gers, sportivniy скоростной форсунка, mnogorazli filtr, reduktorini akkuratniy holatda 350 tali ot kuchli Lavato brendiga tegishli reduktorlardan uстановка qilib berdik. Hamma narsasi akkuratniy, ideal fragment chlenlar, polniy termo trubkalarni montaj qilib berdik. Oldi qismi ham juda ideal tushdi. Xo'p, buni kulchatini ko'rinmaydigan holatda karmashkasini ichiga qo'yib berdik. Arqa qismi 60 litrli balon o'rnatib berdik. Joylashishiga juda ahamiyat berasizlar. Juda idealniy joylashgan. Zapaskan o'rniga bir tekis ketadi, ko'tarilib ham qolmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, original holatda GD motorlarga 100% gazda yurmoqchi bo'lganlar bemalol o'zimizga Vodimetanga murojaat qilaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib qiziqqan ma'lumotlarni so'rab bilishlaring mumkin.